Assalomu alaykum aziz podpisçiklarimiz, aziz kuzatuvchilarimiz. Yine bugün 19 sentyabr 2025 yıl Urganchda paxta sezon boshlandı azizlar. Paxta sezon yine. Ucudandan o'zib yine probka. Xo'p, bugungi ishimiz Shinray T50 degan mashin bo'ldi. Buni uzinasi hop 3.45 eni 1.90. Xullas kalam yanglishgan bo'lishim ham mumkin. Qardamoqchi. 09 ошибка bo'ldi. Güzel bir şekilde telerine mastikalar vurulup, MDF'ler koyulup, falgalar koyulup, girmetikler koyulup, koşa balon yine. Halkın hizmetindemiz, şimdi hizmetler olsa geleverasizlar xudo xolasa. Savol bo'ladigan bo'lsa telefonum 24/7 ishab turibdi. Bemalol telefon sizlar maslahat besplatno.